O'zingizni boshqalar bilan qiyoslamang. Berilgan tortiqlar va ne'matlar borasida o'zingizni boshqalarga solishtirmang. Bas, senga bergan narsamni ol va shukr qiluvchilardan bo'l. Ushbu oyatga doim amal qiling. Kishilar tabiatlari, xususiyat va imkoniyatlari, sharoit, vaqt va makon jihatidan o'zaro farqlanishadi. Shuning uchun o'zaro qiyoslashdan uzoq turing. Chunki siz bu ish orqali o'zingizni kamsityapsiz, ruhingizni qiynaysiz, g'amgin va ezilgan holda yashaysiz. Sababi unda bori sizda yo'q. Falonchi erishgan narsalarga siz erisha olmayapsiz. Faloniy olim yoki tijoratchi erishgan narsalarga siz ham erishgingiz keladi. Bu ishlar shunchaki kishi ixtiyoriga tashlab qo'yilmagan. Shuning uchun solishtiraverishdan uzoq bo'ling. Siz bu hayotda o'z sifatlaringiz, ko'rinishingiz bilan alohida yakka tug'ilgansiz. Odam alayhissalomning biror boshqa zurriyotiga o'xshamaysiz. Alloh taolo sizga boshqalarga bermagan qudrat va iqtidorni bergan. Boshqalarga esa sizda yo'q narsani bergan. Shunday ekan, agar siz zot va sifatdan boshqalardan farqli bo'la turib, o'zingizni ular bilan solishtirsangiz, yomon va rasvo hayot kechirasiz. Demak, qiyoslashdan saqlaning, chunki siz solishtirganda o'zingizni badavlatroq, olimroq, martabasi balandroq, sizdan chiroyliroq, uyi kattaroq kishilarni ko'rasiz. Bu vaqtda esa xafa bo'lasiz. Siz o'z holingizcha yashang, odamlarni qo'ying. Ularning o'z imkoniyatlari, iqtidori va ularga berilgan narsalari bor. Ularga bergan zot sizga ham bergan. O'z holingizcha, o'z imkoniyatingiz bilan yashang va bergan narsalar uchun Robbingizga hamd ayting.